Hozir mana yengillik bo'ldi odamlarga. iPhone Air 256 bu sim kartasiz eSIM elektronniy bo'ladi. Elektronniy bo'ladi. Mana hozir buni ham mana yengil ochamiz. Bitta Air 17 da chiqdi, Air. Boshqa 16 da 15 da yo'q-ku, Air. Yengillik bo'ldi-da bu. Ya bu dizayni ham boshqacha buni. Dizayni ham boshqacha, ingichka. Bu yengillik bo'ldi. Korobkalari ham ana ingichka ekan-da. Oq rang. Chol ishlangan ekan bor. Oq rang. Oq, gold bir-biriga o'xshash bo'lib ketadi-da. Gold mana chetlari yaltiroq bo'ladi. Mana ingichka. Chiroyli ekan. Buni hozir yaxshi tomoni yangi bu. Bu yangi mana. Yangi, buni ham ochamiz mana. Bemalol ochib ko'rsatib. Yoqamiz. Bu ingichka. O'zidan nima chiqyapti shu? Bunda hozir faqat USB ni qo'ygan, o'zini USB-sini qo'ygan. Buni endi yengil bu. Endi Pro Max'lar katta bo'lib ketadi, o'zimiz ham ishlatamiz. Uni Pro Max'ni professional tushunadigan odamlar ishlatsa yaxshi. Bu mana polniy batareyada, mana sim karta ketadigan joyi mana shu polniy batareya bo'ladi.